Burunning burunusida bir buvay o'tgan ekan. U qerib ojizlab o'rin tutib yetib qapti. Uning mumiyi o'lib ketgan bo'lib, 3 o'g'li bilan qolgan ekan. Shuncha yillardan beri yetimlikni bo'lindirmay, jafoliq ishlab ballarni beqib kelgan bu jafokash buvay o'zidan keyin qolsa, o'g'illarning o'rinlik qilib o'z kunini ololmay qolishidan ansirab, ballarga mundaq bir vasiyatni qoldiribdi. Ballarim, gepimga quloq solinglar. Ko'rib turibsizlar, biz boy oila emas. Orallar, ikki chorak yerimiz bor. Biz avloddan avlod mushu yerga tayinib hayot kechirib keldik. Bu yerga ota-bobolaringlarning nihoyat ko'p mehnat tari to'kilgan. Bu anglardan anglashimcha, bu yerning ostida tugamas oltin bor ekan. Ayni chog'da kunlarimiz bek boyashat bo'lmasa-mu, har holda qo'sig'imiz, to'q kiyimimiz butun bo'lib, bu oltinga ehtiyojim tushmagachga, men bu oltinlarni izlamagan edim. Bu oltinning aniq o'rnini men bilmayman. Faqat bu oltinlarning shu yerimizning ikki ketman cho'nqurliqdagi yer ostiga ko'milganligini ma'lum. Men o'lgandan keyin agar beshinglar kun tushsa, shu oltinni izlab topib olasizlar. Hargiz qiynalmay kun ko'rsizlar. Mendan sizlarga qoladigan hech qanday miros yo'q. Shunga etizdagi shu oltinlarni topib olinglar. Mushu vasiyatdan keyin buvay bir necha kunga qolmayli vafot bo'pti. 3 o'g'il dadasini yerligida qo'yib, nazir chiroq ishlarini tugatibdi. Aksi 2 inisini yig'ib mundaq debdi. Inilrim, dadamizdan mo ayrildik. Yig'ladik, qaqshidik. Ammo o'lgan bilan billa ketgili bo'lmaydi ekan. Hammamizning uy voqisi, xotin bolalarimiz bor. Bu turmushning mo o'ziga tushlik g'amlari bor. Şuna atamның vasiyeti bo'yicha bu yana ko'lab oltinni topayli. Qanchalik chiqsa, shunchalik bo'lishayli. Shunday qilib bular ketmanlarni ko'tarishib chiqib, 2 chorak yerning hamma yerini ko'lashga boshlabdi. Bir necha kungacha yerni ko'lab tilg'ib yetibdi. Lekin oltin topilmabdi. Yana bir necha kun ko'labdi. Oltin turmaq bir poch toshmi chiqmabdi. O'g'illarning ko'ngli lassiga bo'lib qoldi. Oltinni topolmaganligidan tit-tit bo'lishibdi. Voy, ko'laymiz. Lekin bu yerdan tugamas oltin qana emas, balki bir poch tosh chiqadandek emas-ku. Shuni deyman. Necha kundan beri chekkan jafolarimiz bu bekor bo'ldi. Lekin oltin chiqsin, chiqmasin, ishqilib bu yerni og'dirib, obdalla ayvashga keltirib qo'ydik. Şoň bu yerga buğday terayli. Fukan, uruqni ko'prak chaşqa. Bo'ladi. Bahar kepti. Bular yani oltin topimiz deb to'la og'dirib, nayt yumshitib atganlikdan maysilar ajoyib bo'liq unib chiqibdi. Buğday ajoyib o'xshab ketibdi. G'erish bosh ilib, dan chanoqlarga patmay ketibdi. Oltin chash itizga patmay, xomonni aron ip bo'pti. Voy, ajab o'xshabda bu buğday. Bunchilik yerdan shuncha olam molusul oldiganimizni o'ylab boqmabdiganman. Inilrim, buncha ko'p bug'doylarni bo'lishib yapmi tugatanmaymiz. Shunga bu yil yeydiganni ep qo'yib, qog'inni bozorga olib berib setib yetaylik.
Ular buğdayni bozorga opirib sotqil turgan ekan, setib bo'lolmayli qapti. Buğdayning puliga nurg'un oltin opdi. O'g'illarning yanchig'i oltinga liq to'shibdi. O'zlari yeydiganga qoldirib qo'ygan buğdayni harviga besib, xo'shal holda uylariga qaytibdi. Yo'lda ketib etib, aksi inilariga mundaq debdi. Biz tozima ahmoqkanmiz. Tugumas oltinni topimiz deb necha kunlab etizga olib yuribdik. Oltin degan mana tepildi emasmi? Dadimizning nim demoqchi bo'lganligini o'z vaqtida tushunmabdi. Yegi ko'mib qo'ygan tayyor oltin yo'qkan, sap tar oqizib, emgak qilsanglar, mush yerdan tugumas oltin chiqdi degani kerak emasmi? O'g'il har qanday ishga jafoliq emgak, shundaqla halol tarsingandila ondan tugumas boyliqqa ega bo'lganligini bilib yetibdi. Va el ichiga mundaq bir hikmatli so'zni kang tarqitib